Qishloqning o'rtasida osmonga qarab cheksiz ko'tarilib ketadigan zinapoya bor edi. Yilda 2 marta ular zinadan chiqish kunini o'tkazishar, katta bochkaning ichidan bir ism tortib olishardi. Kim chiqsa bu katta sharaf sanalardi. Uning opasi sochini tuzatib, ko'zida yosh bilan quchoqladi. Qachonki u ham tanlansa, ukasini ko'rishi mumkin edi. Qariya uning yelkasiga qo'lini qo'yib, bir muddat sinchkovlik bilan qaradi. So'ng hech nima demay bolaga yo'l bo'shatdi. Bola chiqishni boshladi. Lekin opasi ukasini bulutlar ichiga kirib ketayotganini ko'rganda, nimadir uning yuragiga notinchlik soldi. O'sha kechasi u yashirincha qishloqdan chiqib, zinapoya tagiga keldi. Tanlanmasdan chiqib ketgan odamning ismi hech qachon tilga olinmas edi. Agar u buni qilsa, ehtimol ukasini qayta ko'rmasdi. Lekin yuragidagi bezoftalik tinchimadi. Shuning uchun u ham zinapoyaga chiqishni boshladi. Qishloq asta-sekin ko'rinmay qoldi. Uning nafas olishi qiyinlashdi va sovuq tushdi. Zinapoyalar oxirida u bir eshikni topdi. Ichkariga kirdi Va u yerda Toshkentda eng ko'p pilisos sotiladigan kompaniyaga ko'zi tushdi. U yerda Roboklin pilisosi sotilar edi. Bu pilisosning boshqa pilisosdan farqli tarafi mukammal tozalar edi. Undan tashqari bu texnika uy sharoitida havo tozalar, kislorod chiqarib berar, allergiya, astmatika kasalligini oldini olar. Pilisos funksiyasi bor edi, gilamlarni turgan joyida urib oqib berar.